Bugün çislağa hürmetlik vatandaş onu okumaptım ben bugün. 2021 yıl 1 ayının 31 günü. Endigi yukarı kıllıkşimizden devam hürmetlik vatandaş. Xalqaro devlet alqıgan kanunsuz sodu bilen şug'ullanish belgili millari. Mesela Prezident Trump'ın ya sabık Prezident Trump'ın yuqorqi qonun nomerli qonunida belgilemelerde ko'rsatgani bo'yicha Cumhuriyet Kompartiyasi muvaffaq bir holda devlet alqıgan jinoyatchilar tashkiloti deb atilishi kerak. Bu buyruqni Amerika'nın siyosatiga aylantirib, qadam-qadam tirishchanlik ko'rsatib va qo'llab davlat alqıgan jinoyatchi tashkilotlarning va Amerika'nın ishchivatishida uning qarashli tashkilotlarning harakat jihatda g'alaba qilishini cheklashimiz lozim. Yani şu kompartiya muşundaq ahvol ostida chet ellarda faaliyet qilib, uni g'alaba qilish yetib kelgan bo'lsa, uning g'albisini ham cheklashimiz lozim. 13 ve 773 numaralı ma'muriy buyruqqa asoslanib, sobiq Prezident Trump'ning ma'muriy buyruqi asoslanib, federatsiyalik hukumat buningdan keyin, yani buningdan burad kechiringlar. Bir neçe devlet alqıgan jinoyatchi tashkilotlarni jumladan Allah partiyasi shundaq bekitgan edi. İlgirligan aldı tadbir qo'llanib, bo'libmi Cumhuriyet Kompartiyasining hozir davlat yordamida qirg'inchilik qilayotgan jinoyatini shundaq irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazdi deb rasmiy belgilanganligini o'ylashib, Cumhuriyet Kompartiyasini qonunsuz deb belgilash hamda Amerikada shaxslarning va konkret qatnashuvchilarning töhfillari va boshqa shaklda harakat faoliyatlarini taraqqiy qildirishini cheklab, hamkorlashuvchi deb atilishdan saqlanish lozim. 2020 yıl 7 ayının 23 günü bundaq belgeleşni itiraf qilishni umumyüzlük qo'llash ko'rildi. Prezident Joe Biden hükümeti bunu derhal icra qilish lozim. 2020 yılı 7 ayının 23 günü sabık devlet işler katibi Mike Pompeo Kaliforniyada kechiringlar, Nixon sabık prezident Nixon nomidagi kutubxonada bergan dokolatni ko'zda tutyapti vatandoshim. Endilikda yana bir mavzu Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq elchiligiga davlat mahkamasi tayinlangan davlat mahkamasi elçiligiga davlat mahkamasi tayinlangan Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq elchiligiga tayinlangan siyosiy arbob da hozir davlat mahkamasi hozir Cumhuriyet Kompartiyasining Iraq yo'qotish jinoyati o'tkazganligini, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat mahkamasi baholayotdi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabarda mundaq ko'rsatdi. Amerika ovozi mundaq xabar qildi. 1 ayının 27 günü Prezident Joe Biden namzatlıqqa ko'rsatgan Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'da daimi turishliq elchisi Linda Thomas Greenfield Kengash palatasida guvohlikdan o'tganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi hozir sobiq Prezident Donald Trump hukumati Cumhuriyet Kompartiyasining Şinjan'da mustamlaka Uyg'uristonda Uyg'urlar va boshqa sonliq millatlarga qarata Iraq yo'qotish jinoyati
ve insaniyetke karşı cinayet ötközdi dep belgilegenligini ve bu kararını davamlaştırışını bahalawatydy. Amerika Qo'shma Shtatlari hökümeti Irakka Qutuz cinayetini resmi belgilep karar kılganlığı siyasi ve kanuni cihette intayin zor ehmiyetga ega. Dikkat vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari hökümeti Irakka Qutuz cinayetini resmi belgilep karar kılganlığı siyasi ve kanuni cihette intayin zor ehmiyetga ega. Ötken yıl 11. ayının başlarında sabık devlet iştirakatı Mike Pompeo'nun Cungu siyasi ve planlaş mesajcisi Meclis Yu Amerika Avazı Radyosu'nun ziyaretini kabul kılganda Amerika Beijing'den Uygurluğa qaratkan bastırışları da Irakka Qutuz cinayeti de belgilemdi dep sual koyulganda Meclis Yu mundaq cevap bergen idi. Devlet Mahkemesi hazır tertip boyunca bu işini tekşiriwatydy. O mundaq degen idi. Bir zoravallıkni belgileş yoki Irakka Qutuz'ni belgileş bir neçe ölçemge yetişi lazım. Bunun içinde birinci kanun ölçümü buluşu lazım. Devamını anlayız, hürmetli vatandaş.